Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Mana birinchi may kirib kelishi bilan elektr energiya narxlari sezilarli darajada oshdi va bunda nima qilish kerak? Elektr energiyasini maksimal darajada kam sarflaydigan kir yuvish mashina sotib olish kerak va bunga yechim biz sizga Samsung brendidan kir yuvish mashinalarimizni 11-maygacha katta chegirma boshladik va ushbu kir yuvish mashinalarimiz nimani hisobiga sizga elektr energiyani tejab beradi? Ushbu kir yuvish mashinamizda EcoBubble texnologiyasi bo'lib, bu texnologiya sizga sodani ko'pikka aylantirib va matoga tez singib kirlarni osonlikcha tozalab beradi. 15 gradusda ham kirlarni samarali va ehtiyotkorlik bilan yuvib, sizga 70% elektr energiyani tejaydi va asosiysi matoni rangi va sifatini 45% gacha saqlab beradi. Va sizlarga qo'shimcha ma'lumot, ushbu kir yuvish mashinalarimizning suv ustida beradigan tenti keramikali bo'ladi va keramikasiga 10 yil kafolat beriladi va asosiysi ko'rib turganlaringizda ushbu kir yuvish mashinamizning motori 20 yil kafolatga ega va narxlarga keladigan bo'lsak, $340 sotilayotgan 6 kilolik kir yuvish mashinalarimiz chegirma narxda $305, ya'ni 3.965 ming so'm qilib beramiz va 6,5 kilolik modelimiz bo'lsa $320, $4.160 ming so'm qilib beramiz. Va 6,5 kilolik seri svetli modelimizni $345, $4.485 ming qilib beramiz va 7 kilolik modelimiz bo'lsa $370, $4.810 ming so'm qilib beramiz va 8 kilolik bo'lgan modelimizni $415, $5.400 ming so'm qilib beramiz. Ushbu chegirmamiz 11-maygacha davom etadi va video obzorimiz yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lish tugmalarini bosishni unutmang, yaqinlarga jo'natib qo'ying.